Aniq bilamanki, bu mashinani haligacha mensimasdan past nazar bilan qaraydiganlar yetarlicha. Ko'pchilik Matiz'ni ko'rsa kuladi, kichik va nimjon. Lekin shu yerda bir savol tug'iladi. Nega u 20 yildan ortiq vaqt mobaynida yo'llardan tushmadi? Matiz O'zbekistonda eng ko'p uchraydigan mashinalardan biri. Sababi esa oddiy: arzon, ishonchli va tejamkor. 08 yoki 1 litrli motor, 50 bittadan 63 ta ot kuchigacha bo'lgan minimal hajm, qog'ozda kuchsiz, lekin yo'llarda o'zgacha ruhiyat beradi. Yoqilg'i sarfi o'rtacha 5-6 litr. Aynan shu joyda u boshqa ko'plab avtomobillarni yutib ketadi. Texnik jihatdan ancha oddiy. Mexanik uzatma, yengil kuzov, murakkab elektronika yo'q. Shuning uchun ham Matiz usta tanlamaydi. Ehtiyot qismlari arzon va ta'mirlash ham juda sodda. Mayli Matiz bo'lsin, mayli arzon bo'lsin, muhimi halol va o'zingniki bo'lsin. Hugo de Chavo,